6 ta sifat bor taqvodorlar. Mana shu 6 ta sifatni hammamiz ichimizda solishtiramiz. Kimda mana shu Qur'onda sanalgan 6 ta sifat bo'lsa, mashalloh, o'sha odam taqvodor. Allohning nazdida undan-da taqvodor inson yo'q. Mana shu 6 ta sifat. Birinchisi, allazina yu'minuna bil g'oyib. U taqvodorlar g'aybga iymon keltiradilar. G'ayb nima? Ko'rilmagan narsaga iymon keltirish. Allohni ko'rmadik, iymon keltiramiz. Allohga shu iymon yoqadi. Ko'rilgandan keyin iymon Allohga keragi yo'q. Jannatni ko'rmadik, iymon keltiramiz. Iymon g'ayb ilmi. Ko'rilmagan nimaiki bo'lsa g'ayb ilmi bo'ladi. Demak, bizda birinchi shart topildi. Ikkinchisi, namozni qoyim qiladilar. O'qiydilar demayapti, qoyim qiladilar, qoldirmay 5 vaqt o'qiydilar. Kimda shu sifat bo'lsa, qaysi birimizda? O'sha inson taqvodor ikkinchi sifatini o'shadi. Subhanalloh. O'zimizni tekshiryapmiz, a? Va mimma razaqnahum yunfiqun. Mana shu uchinchisi. Alloh unga rizq qilib bergan narsadan boshqa birodariga ham beradigan inson taqvodor deyapti. Alloh sizga oylik berdi 1 million, 100 mingini olib, birodar, shuni siz oilangizga ishlating, do'stimsiz. Yoki 100 mingini olib shu masjidga beray, Alloh taolo o'sha joydagi elektrlarni, o'sha joydagi gazlarni Alloh taolo uchun bir roziligi uchun qutiga tashlab qo'yay.